Vafot etganingizdan so'ng unutilishni istamasangiz, yo o'qishga arziydigan biror narsa yozing, yoki yozishga arziydigan ishlar qiling. Benjamin Franklin. Ko'rsatuv nomidan ham ma'lumki, bir yaxshi inson haqida so'z yuritmoqchimiz. Agar hayot bo'lganlarida umrining 66-bahorini qarshi olgan bo'lardi. Afsus, bugun oramizda yo'q, ammo Ergash Xudoynazarov ko'plab insonlar qalbida chuqur iz qoldira olgan inson edi. Ergash Xudoynazarovning mana shuni xotira turini o'tkazish uchun butun viloyatimizda iqtidorli matematik bilimdonlari mana shu Bog'ot tumanidagi 3-son ixtisoslashgan maktabga yig'ilgan. Men shu ish davomida viloyatda bir 40 yildan ortiq qatnashganman. Har olimpiada bo'lganda kelib shu haqqani o'tkazilishini, shu o'tgan bolalar haqiqatan ham xalqaro olimpiadalarda o'zining munosib o'rnini oldi. Endi buni ish faoliyatini men shu maktabga o'qituvchi vaqtida, informatika o'qituvchi vaqtida kelganman, ko'rganman. Tajribasini o'rganib maktabimizga borib yelganmiz. Bu bilim tajribasi bilan matematika sohasida mana ajoyib kadrlarni yetishib chiqargan. Bir martaga vaqtimda shu maktabni bitkazganlarni hammasi oliygohga kirgan edi. Biz orzu qilamiz shunday insonlarni. Haqiqatan ham shu oilada bo'lsin, hayotda bo'lsin, do'stlarning davrasida bo'lsin, mana shu o'zini ish faoliyatida bo'lsin, ustozlara namuna sifatida men qabul qilaman. Haqiqatan ham shunday qilib ishladim. Xorazm qadimdan matematika eli. Aytadi, matematika bu fanlar atasi. Fizika, kimyo unga egizak. El-Xorazmiy Beruniylar qissasi fanlarning ko'ksiga qo'yilgan bezak deb. Haqiqatan ham mana shu bugungi shodiyona, bugungi xotira kunida mana shu bütün do'stlari, oshna-og'aylari, el-elot, qarindosh o'g'illari, ustozlari, shogirdlari yangilangan shu joylari jannatdan bo'lsin. Shu o'rinda ko'rsatuvimiz qahramoni haqida qisqacha ma'lumot keltirib o'tsak, Ergash Xudoynazarov 1959-yilning 25-aprelida dunyoga kelgan. Ular oilada 10 farzand bo'lishgan. U 1981-yilda universitetni tamomlab, dastlab Xorazm viloyati kibernetika ilmiy ishlab chiqarish instituti Urganch filialida muhandis dasturchi lavozimida ishlagan. 1984-1990-yillarda Bog'ot tumanidagi 3-son maktabda informatika fan o'qituvchisi, keyin esa tumandagi 3-son ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan maktab internatining informatika fan o'qituvchisi. 1997-yildan 2008-yilgacha ushbu maktab internatining direktori. Undan keyin 2018-yilgacha viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i vazifalarida faoliyat olib bordi. 2018-yildan yana o'zining qadrdon maktab internatiga direktor bo'lib qaytdi. U qayerda ishlamasin, fidoyiligi, mehnatsevarligi bilan jamoadoshlari orasida mehr qozondi. ...82-yildan boshlab to o'zim pensiyaga chiqguncha birgalikda ishladim. Avval o'qituvchi edi, so'ng maktabda direktor bo'ldi, so'ng ma'rifa mudiri bo'ldi, u bo'lana mudiri bo'ldi. Keyin yana maktabga keldi. Chiqilib Ergash bilan ishlaganimdan faxrlanaman. Umri sal qisqaroq ekan, joy jannatda bo'lsin. Rahmatli sinfdoshimiz Ergash Xudoynazarov bilan 1966-yilda 1-sinfga birga bordik. Ustozimiz, birinchi o'qituvchimiz Gulsara Ismoilova o'qitdilar. Boshlang'ich sinfda Ergash yoshligidan talabchan, qiziquvchan hamma narsaga, savod ham yaxshi edi, o'zi chaqqan, sport ham qiziqqan,
futbol oynayırdık birga, basketbol, voleybol va boshqa. 8 sinfda Toshkentda Sirajiddin nomli maxsus internatda o'qishga ketdi. Shu yerda maktab bitirdi 10 sinfi. 1976-yilda maktabni tugatib, Toshkentda kvartirada birga bo'ldik, abituriyent vaqtimiz. Shu yerda o'qishlarga girdik. O'z kuchimiz bilan, o'z bilimimiz bilan. Ergash Toshkent Davlat universitetining prikladnoy matematika va mexanika deb aytiladi. Shu fakultetine girib, bitirib, gelib ishladi. Shu litseyda ko'p o'zgarishlar qildi. Elatimiz, xalqimiz uchun, ularning farzandlarining bilimi uchun ko'p yangiliklar qildi. Ertaroq dunyodan o'tdilar. Do'stimiz uning parlaq xotirasini ebediy saqlab qolamiz qalbimizda. Xotira va qadrlash kuni bayrami oldidan xotirlab turibmiz. Tadbirni tashkil qilgan tashkilotchilarga rahmat. Xotira va qadrlash kuni oldidan viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tashabbusi bilan Ergash Xudoynazarov xotirasiga bag'ishlangan fan olimpiadasi o'tkazildi. Olimpiadaning maktab, tuman va shahar bosqichidan saralab olingan 200 nafarga yaqin o'quvchi Bog'ot tumanidagi 3-son ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan sinflari mavjud umumiy o'rta ta'lim maktab internatiga jam bo'lishdi. Olimpiadaning ochilish tadbirida so'z olganlar Ergash Xudoynazarovni xotirlab, uning oliyjanob fazilatlari, haqiqiy ta'lim fidoyisi bo'lganligini e'tirof etishdi. Tadbirda onlayn ishtirok etgan poytaxtlik professor olimlar, kursdosh do'stlari ham ajoyib fikrlar bildirib, bu tadbirni tashkil qilgan tashabbuskorlarga minnatdorlik so'zlarini izhor qilishdi. Mana shu biz turgan 3-son iqtisodiyot bolalar litseyida 1995-yil kompyuter shou musobaqasida tayyorgarlik ko'rganmiz. Shu vaqtda Ergash akam bilan tanishganman. Ergash akam ajoyib inson. Ablana müdür bo'lganlardan keyin qaysi tumanga boradigan bo'lsalar, o'sha tumandagi faxriy ustozlarni eslab o'tiradilar. Qadimkilarda bir gap bor. Eslasang, seni ham eslashadi deb. Mana biz bugun shu Ergash akamni eslab turibmiz. Ergash akam shu ablana müdür bo'lgan vaqtlarida shu viloyat olimpiadasi uchun juda kurashar edilar. Hakamlikka shu Xorazm viloyatidagi taniqli ustozlar chaqirib, shaxsan o'zlari turgan holda nazorat qilib, har bir o'quvchining, ya'ni viloyatda respublika olimpiadasi o'tadigan har bir o'quvchining ishlarini alohida tekshirishi talab qilardi. Talabchan inson edilar. Talabchanliklar bilan mashg'ul bo'lgan inson edilar. Ergash Xudoynazarov eslab xotirna turuna keldik. Matematika fanidan o'tkazilgan olimpiadaning viloyat bosqichiga yetib kelgan o'quvchilar sinfxonalarda hakamlar hay'ati a'zolari nazoratida yozma ish topshirishdi. Belgilangan vaqt mobaynida 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar matematika fanidan o'z bilimlarini sinovdan o'tkazib, vazifani bexato bajarishga harakat qilishdi. Hakamlar hay'ati ularning barchasini sinchkovlik bilan tekshirib, kuchlilardan kuchlilarni aniqlab olishdi. Natijada 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin egalari maxsus diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Shuningdek, barcha ishtirokchilarga kitoblar sovg'a qilindi. Men Yengibozor tumanidagi 6-son maktabning 11-sinf o'quvchisiman. Mana bugun Bog'ot tumanida bo'lib o'tayotgan Ergash aka Xudoynazarov xotirasiga bag'ishlangan olimpiadada faol qatnashib, 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Men o'zi matematika faniga juda ham qiziqaman. Kelajakda Al-Xorazmiy izdoshlari bo'lishni niyat qilaman. Men hozir bitiruvchi sinfman. Oliy ta'limga tayyorgarlik ko'ryapman. Fizika va matematika fanidan ham sertifikatlarni qo'lga kiritganman. O'zbekiston Milliy universitetiga topshirmoqchiman. Matematika yo'nalishi fakultetiga. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktabni 9-sinf o'quvchisiman. Ustozni xotirasiga bag'ishlanib olimpiadada faol qatnashdim va 1-o'rinni egalladim. Men shu matematikaga juda ham qiziqaman.
Xorazm bu azaldan matematiklar yurti va shuning uchun ham men Xorazmda olim bo'lmoqchiman. Butun dunyoga Xorazm tanitmoqchiman. Tadbir taassurotlarga boy bo'lib o'tdi. O'z umrini, bilimini yoshlar ta'lim tarbiyasiga baxshida qilgan inson xotirlanishi barobarida o'quvchilar uchun ham yangi bilim cho'qqularini egallashda pillapoya vazifasini o'tadi. Otam to'g'risida gapiradigan bo'lsam, otam shunaqa o'z kasbini egasi, o'zini haqiqiy insoniylik jihatidan oladigan bo'lsak, haqiqiy ota sifatida gavdalanadi ko'zimiz o'ngida. Matematika fani o'qituvchi sifatida boshida ish boshlagan bo'lsa, keyinchalik o'sha rahbarlik lavozimlarida ham ishlagan. O'sha rahbarlik lavozimlarida ishlaganda ko'pgina shogirdlarni yetishtirib chiqargan, ko'pgina o'quvchilarni fan olimpiadalarida, masalan, yaxshi yuqori o'rinlarni egallashda o'zini katta hissalarini qo'shib kelgan. Xotirlash tadbirida respublikamizning turli joylaridan insonlar, o'sha otamning qadrdonlari, otamni birga ishlashgan kasbdoshlari hammasi bugun ishtirok etishdi. Fan olimpiadasiga to'xtaladigan bo'lsak, fan olimpiadasida bugungi kunda hozir 195 nafar ikkinchi bosqichga o'tgan maktab o'quvchilari ishtirok etmoqda. Men o'ylayman, bugungi fan olimpiadasining natijalariga ko'ra hamma o'zini o'rnini egallagan o'rin sohiblari hayotining keyingi davrlarida bu o'zini shu fan olimpiadasida ishtirok etdim, shu fan olimpiadasida faxrli o'rinlarni egalladim deb faxrlanib yurishadi. Men o'ylayman, bu o'quvchilar kelajakda bir yetuk inson bo'lib yetishadi. O'sha davrda ham masalan otamni xotira tadbirida ishtirok etganliklarini, o'sha kelgan bugungi tadbirda o'ziga yarasha bir kuch, o'ziga yarasha bir faxrlanish, o'ziga yarasha bir qo'shimcha motivatsiya olib ketishlari bu keyinchalik keyingi hayotida o'z o'rnini topadi. Fan olimpiadalari keyinchalik yilma-yil yoki keyinchalik bu bardavom bo'lishiga umidvormiz. Shu bilan birga ushbu tadbir amalga oshirishda yaqindan yordam bergan viloyat maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasi boshlig'i Hamra Saloyevichga, hammaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xotira va qadrlash xalqimizning asriy qadriyatlari, ulug' fazilatlaridan biridir. Xotira kechagi o'tmishni, ajdodlar o'gitini, yaxshilar yodini, milliy merosimizni anglatib turuvchi muqaddas kitob zarvaraqlaridek hayotimizni yoritib turadi. Ushbu tadbir ham Xorazmning ta'lim fidoyisi Ergash Xudaynazarovni eslashga yaxshi bir imkon bo'ldi. Tashkilotchilar matematika fani olimpiadasini xotira turniri sifatida har yili an'anaviy tarzda davom ettirishga kelishib olishdi.